Bugungi kunda farzand tarbiyasini faqatgina onalar zimmasiga yuklab qo'yilayotgan holatlar mavjud. Lekin bu xato. Farzand tarbiyasiga ham ota, ham ona birgalikda mas'ul. Lekin otalar mas'uliyati yana ham yuqoridir. Buni hozir isbot sifatida sizga bir voqeani aytib beraman. Savdogarlar ustozi bo'lmish Abdulloh ibn Muborakning otalari zavjasiga 40 kun yaqinlashmagan ekan. Buning asosiy sababi sifatida ularning otalari qozi bo'lganligi, ya'ni bilib bilmasdan shubhali taomlar yoki ziyofatlarga borganliklari ko'rsatilgan ekan. 40 kun davomida o'zlari halol luqma bilan ayollarini boqqan ekan. Buning asosiy sababi solih farzand umidida ekan. Ona farzandi uchun jannat, lekin ota ana shu jannatga olib boruvchi xaritani chizib beruvchi insondir. Farzand tarbiyasidagi muammolarga aslo faqatgina ayolingizni o'zini ayblab qo'ymang. Bu xatodir. Farzand tarbiyasida ota, qaynona, qaynotaning bir tomon, kelinning boshqa tomon bo'lishi bu uning tarbiyasidagi muammolarning asosiy sababi bo'lishi mumkin. Shu sababli kelishib olgan holatda tarbiyaviy usulni birgalikda qilganingiz ma'qul.